Assalomu alaykum, kanalimizning ashaddiy obunachilari, chorva qo'y ishqibozlari. Akalar, bugun hafta kunimizga seshanba 16-sentyabr 2025-yil syomkalarimizni Namangan viloyati Namangan tumani Usharzonchilar o'qtimchilar qishloq tepa qo'rg'on qishloqdan olib boryapmiz. Xudo xolasa sizlarga qo'ldan kelgancha chiroyli qilib yorib berishga harakat qilamiz. Videoni oxiriga ko'rib qo'yiladi. Udorlaridan olib kelganman. Xudo xolasa zotga, to'lka zotga ishqibozlariga, arashan ishqibozlariga arashanlarda haqiqiy qo'chqorga zo'riga qo'shib qo'yadilar deganman mana. Xudo xolasa. Xo'p, kanalga obuna bo'lmaylar, obuna bo'lib qo'yaverasizlar. Bizda har doim tozasi, elitalari ham bor. Xudo xolasa, obunachilar elitasiga ishqibozlari bo'lsa, elitalardan ham tozalaridan xudo xolasa olib kelganmiz. Partiyalar ko'p kelgan, xudo xolasa. Obunachilar yana bir 50 yosh kelgan. Ularni endi sinovdan o'tkazib, vaksinalar qilinyapti. Cho'tki qilib, keyin ularni ham chiqarib beramiz. Ko'z bilan kelib ko'rib olaman deganlar bemalol kelaverasizlar. Yana boshqa partiyalar ham bor. Xudo xolasa zo'rlaridan kelgan, haqiqiy o'sha tozalaridan kelgan. Hop. Birinchi partiyamizga, hop, obunachilar 10 dona soni dumba razrez to'llariga e'tibor beramiz. Qo'ylarni uzunligiga e'tibor beramiz. Hali qo'zi bular. Aka-ukalar, mana. Quloqlarini ham chiroyli qilib, bo'y bastlarini ham sizlarga o'lchab ko'rsatib beramiz. Xudo xolasa, narxlari ham bundaqa qimmat emas, yengil. Bilasizlar, men har doim arzon olaman. Oftum yertiga ishqibozlari kelaverasizlar. Oftum yertiga mana. Xudo xolasa. Mana bir qarshi yunimdan turgan chiroyli holatda. O'zimni qo'ylarim ishonchli. Uyga borgandan keyin ham yedirib, ichirib, ko'rib, bemalol pulini sanab beraverasizlar. Muammosi yo'q umuman. Mana uzoqdan beryapman, dumbarazizlarga e'tibor beramiz. Chizib qo'yganday obunachilar bunaqalarni 7-8 dollardan sotib yotishibdi. Mana olib qo'yinglar. Mana quloq tashashlarga e'tibor beramiz, garbonuslarga, stoykalariga hamma yo'g'i joyida, birorta kamchilligi yo'q. Hop, yo'masam ko'p cho'zmaymiz. Bundan keyin ham xudo xolasa partiyalarimiz bor. Bir 3 partiya qilib bugunga chiqarib beramiz. Oxirigida u erinmasdan ko'rib turaverasizlar. Qirg'izistonda Beshkekda toza qo'zilardan, urg'ochilardan, toza qo'chqorlaridan arzon olaman desalar, kanalga obuna bo'lib qo'yaverasizlar. Chunki obuna bo'lib qo'ysalar yo'qotib qo'ymaysizlar. Ertaga bittaga pulingiz yetganda ham chiqarib yuvar desangiz chiqarib yuboramiz, xudo xolasa. Rossiyada boshqa davlatlarda yurgan aka-ukalarimizga ham yaxshi tavsiya, pulni qilib turganda aka-ukalar mana buni olib tashab qo'yinglar. Turgan puldan foyda yo'q. Tashab qo'yinglar, o'zlaringga biznes bo'lib qoladi tayyor. Ketin u yoqlarga borish hojati ham qolmaydi. Chunki bunga bitta zo'r qo'chqorni qo'shib bolani olsangiz, bolasini o'zini, bitta bolani o'zini normalni summaga sotsangiz bo'ladi. Xudo xolasa. Hop, yo'masam bular o'sadi. Kamida 90-95 santimetrga boradi urg'ochilar mana. Toza urg'ochilar, hali qo'zichoq bular. Mana bo'y bastlarni ko'rsatamiz, ketin bilib olasizlar qanday bu qanday bo'yga ega bo'lishini, xudo xolasa. Hop, ketin u yoqlarga bormaysiz. U yoqlar vaqtinchalik. Shayda bola chaqani oldida mashlardan bolani olib biznesni normalni qilaversangiz bo'ladi. Xudo xolasa, motonini qaranglar, jonivorda. Mana sifatni qaranglar, o'ta chiroyli. Xudo xolasa. Mana dumbarazini qaranglar. Cho'tki chizib qo'ygandek. Hop, bo'yini ham bitta o'lchab qo'yaylikchi. Taxminiy o'lchab qo'yaveramiz. Hop, bir o'zimizmiz. Qani. Mana ko'rib turibsizlar, 75 pili, salkam 80 santimetrga boryapti. Ko'rib turibsizlar, 7, 8, 9 oylik qo'zilar, ana shunaqa atrofida. Xolasa, mana jonivorni bitta qulog'ini ham o'lchab qo'yaylikchi. Mana shu kalsovdan qo'yiladi. Mana 20 santimetr. O'zlaringiz ko'rib turibsizlar, quloqlar but-butun, mana jonivorni. Haqiqiy ishqibozlari bo'lsa aloqa ochib ko'rasiz. Hammasi mana pachti bir xil. Obunachilar bunaqa bilasizlar, menda bitta ikkitaga ham sotilaveradi. Bemalol aloqa ochib qo'ying, lekin bitta ikkitaga narxi balandlab ketadi. Mana qaranglar, quloqni uchun qaytarilganini jonivor. Mana hamma yo'g'i kelgan. Sifat o'ta ideal darajada. Bu ham mana ko'ryapsizlar, 75 plyusga tortib turibdi. Uzunligini qaranglar, qo'ziladi. Mana 21 jonivor. Kengligini ham ko'ringlar, quloq kengligini ham normalniy pikaga ko'ryapsizlar. Mana uzunligini qaranglar, qo'zini. Haqiqiy zotga ishqibozlar telefon qilaverasizlar. Mana sifat o'ta ideal, xudo xolasa. Hop, narxiga keladigan bo'lsak, aka-ukalar, narxi 5,5 million so'mdan bo'lsa, hammasini 10 tasini olganga yetkazib beramiz. 5,5 million so'mdan. Mana jonivorlar, qaranglar. Hammasi qo'zichoq. Hammasi.
Ichini ham bitta ochib qo'yaylik. Hammasi hali kichkina qo'zichoq mana obunachilar. Hali bundan daragi yo'q. Shakka chiqishiga. Qo'chqor zo'riga qo'shasizlar, bolani olib 20 mana ko'ryapsizlar o'zlaring. Xudo xolasa bu yerda aksariyat 20, 21, 19 sm. Bunaqalarni ko'ryapsizlar. 7-8 dollar ham sotishyapti. O'zlaring ham mashina bitta qo'chqorga qo'shib qo'ysalaring, o'zini jonivorlar qo'yib yuboradi. O'zingiz ham masalan 1000 dollardan bermaysizlar, ketin mana. Olib qo'yinglar. O'sha kelib ko'rib olaman deganlarga yana yangi partiyalar yetib kelgan. 50 dona yangi partiya yetib kelgan. Yana orqasidan kelyapti obunachilar. Keti umuman uzilmaydi. Liboy payt aloqa ochsalar ham bo'ladi, xudo xohlasa. Mana jonivorni qaranglar. Uzunligini, sifat o'ta chiroyli. Mana. Qani. Kalsodan qo'yamiz. Kalsodan. Mana, tashti 20 ekan bu ham jonivor mana. Ko'rib turibsizlar, o'zlaring oyoq-qo'llarning baquvvatligiga e'tibor beramiz. O'zlaring olmasalaring, aka-uka tanish bilish hammaga jo'natib qo'yinglar. Xudo xolasa ular ham mana bunaqa toza narsalardan olishsin, biznesni qilishsin. Mana qo'chqor zo'rini qo'shib bolani olishsin. Mana ishqibozlariga 10 dona. 5,5 million so'mdan Toshkentga yetkazib beraman. Undan yog'i, obunachilar, undan yog'i kelishilgan holda. Chunki bunga ko'p qo'yilmaydi. O'zi oftim yerda birinchi qo'l olib kelaman. Ishonchi ko'p qo'yilmaydi buni ustiga undan yog'i kelishilgan holda, lekin 12 viloyatga dastlabki xizmatlarni qilib yetkazib beraman. Bitta so'rasalar ham ikkita so'm quloq tashlashlarni ko'ryapsizlar-a. Mana obunachilar, bunaqa qo'zilarni o'zi olib kelish problema. Qo'chqori tiqilib yotibdi. Qo'chqori, lekin sog'lig'i problemada. Bu yerda problema bo'lyapti. Hop. Yo'qmasam, keyingi partiyalarga o'tamiz, kuzatib turaverasizlar. O'sha 5,5 million so'mdan bo'lsa, yetkazib beraman, xudo xolasa. Bitta ikkita olaman deganga bu yerda 6,5 dan o'tib ketadi obunachilar. Bitta ikkita olaman deganga 6,5 milliondan tevadi. Chunki aytib qo'yish kerak. Buning ichida endi har xil ko'ryapsizlar, 21, 22 quloqlik zotiga qarabda hamma narsa zoti yaxshi, hammasini kuchli zoti. Xudo xolasa, lekin bitta ikkita olaman deganga shunaqa. Chunki oftom yertidan hammasini olganga mana beraveraman. 5,5 million so'mni yetkazib beraman. Xo'p, keyingi partiyalarga o'tamiz. Xo'p, hurmatli obunachilar, keyingi partiyamizga qo'chqorga sirazi qo'shib qo'yaman deganlarga o'ta udor variantidan 2 dona mana. 9 oyligidan obunachilar, mana qaranglar. O'ta yirik, hozir buni ham bo'ybastlarni o'lchab sizlarga ko'rsatib beraman. Mana qaranglar, oq yuz jonivor. Quloq oshlarini qaranglar, garbonuslar hamma yo'q cho'tki mana. Ba'zilar gumbalardan qo'llari ham o'ta chiroyli. Xudo xolasa, mana qaranglar, sifatli. Mana boqsalaring, mana bunaqalardan boqasizlar. Haqiqat o'ta ideal daraja. Hozir sizlarga chiroyli qilib buni ham o'lchab, bo'ybastlarni o'lchab, hamma yo'g'ini ko'rsatib beraman. Oyoq qo'ldan baquvvatligini qaranglar. Qo'zichoq hali bular. Qo'chqor zo'riga qo'shasizlar, mana bolani zo'ri olasizlar. Mana qaranglar, oq yuz jonivor. Sifat o'ta chiroyli. O'lchab bularni bo'ybastlarni ko'rsataylikchi, yo'qmasam mana uzunligini qaranglar jonivorda. Mana qaranglar. Haqiqat sifat ideal darajada. Shumorchasi ham bor bo'ynida. 2 o'nargizniki ham bor ekan. Mana 80 plus obunachilar ko'rib turibsizlar. Tishini bitta ochib ko'rsatib qo'yaylik. 80 plus endi qo'zini ko'ringlar. Obunachilar mana jonivor. Hali qo'zichoq bu. Mana. Mana. Jonivorni qaranglar, haqiqiy zo'ridan boqaman degan. Garbon osmani. Quloqlar buti-butun, mana quloqni qaranglar. Mashalloh. Hammaga nasib qilsin mana shunaqasini boqish. Jonivorlar, hozir quloqlarni ham bitta o'lchab ko'rsatib qo'yaylik, a. Jonivor sherigi ham yo'q, o'zimiz o'lchab endi kalsodan 20. Pilis. 20 pilis ekan obunachilar mana. Ko'rib turibsizlar jonivorni. Mana. Haqiqiy kelganda, mana zo'ridan boqaman deganlarga mana. Oldini qaranglar. 9 oylik qo'zini ko'ryapsizlar. 80 pilis chiqyapti bo'lar. Hop, nargisini ham ko'rsatib qo'yaylik endi. Jonivor. Haqiqiy qaranglar. Jonivor, mo' qaranglar. Baquvvatligini mana. Gal bonus hamma yo'g'i joy-joyida. Mana. Mana. Bu ham 80 jonivor. Tushunibdi. Qo'zichoq hali. Obunachilar, quloqni ham o'choq qo'yilgan mashina. 20.
gap yo'q. Mana ishqibozlarga aloqa ko'rasizlar. Mana qo'chqorga siraz yaxshi omlet, yaxshi toza qo'chqorga qo'shasizlar. Bolani olib ko'paytirib yuraverasizlar. Mana dumbarazingiz yurish turish muammosi yo'q. Yeb ichishlarda ham hamma yo'g'ida, xudo xolasa sinovdan o'tgan, vaksinalar bo'lgan, xudo xolasa hamma tomoni bo'lgan jonivor. Xo'p, narxi keladigan bo'lsa, narxi 7,5 million so'mdan bo'lsa yetkazib beramiz. Obunachilar 7,5 million so'mdan Toshkentga undan yog'i kelishilgan oldi. Lekin bitta tanlab olishamansa, unda pilisi bor lekin. Mana ishqibozlariga. Hop. 15 million so'mga ketaveradi. Toshkentga undan yog'i kelishilgan holda. Mana kelib ko'z bilan ko'rib olaman deganlar bemalol kelib ko'rib ham olaverasizlar, xudo xolasa. Qo'chqorni zo'riga qo'shasizlar, bolani olib ko'paytirib yuraverasizlar, xudo xolasa. Mana jonivorlarga qaranglar. Hop, yo'qmasam keyingi partiyalarga o'tamiz. Bemalol aloqaga chiqinglar, xudo xolasa tozasini olaman deganlar, tozasini boqaman deganlar. Kayfiyat 100 bo'ladi bunaqa qilib boqsalaring. Obunachilar keyingi partiyamizga toza rashan oq yuzidan boqaman deganlarga mana tozasi ikkovini onasidan o'zim ajratib olganman. Mana qaranglar, quloq tashashlarni, jonivorlarni hozir bularni ham hamma yo'g'in 5 oylik qo'zlar ekan. Obunachilar 5 oylik mana. Bonus yuzlariga o'ta e'tiborli qaratamiz. Tozasini boqaman. Oq yuz jonivor. Mana qaranglar, sifati o'ta ideal darajada. Hop, mana dumbarazizlarni ham ko'ryapsizlar, cho'tki. Bir qancha bilan turgan chiroyli holatda. Hop, bo'y baslarni o'lchaylikchi. Ha, jonivorda qaranglar. Mashalloh. Mana hammaga nasib qilsin mana bunday oq yuzlari, mana qaranglar. Jonivorda. Mana hamma yo'g'i kelgan. Sifat o'ta ideal. 5 oylik obunachilar hozir. Onasidan o'zim ajratib oldim mana bularni. Mana 70 plus, salkam 75 quloq tashashlarni qaranglar, o yuzini jonivorda. Qani quloqini ham o'lchab qo'yaylik. Talsodan onasidan ajragan. 20 ekan. 5 oylik qo'zini ko'rib. Mana jonivor. Bak baragan. Jonivor. Sifat o'ta ideal ikkovida ham mana ishqibozlariga. Qani oyog'ini yo'g'onligini qaranglar, 5 oylik qo'ziladi, jonivor. Mana ikkov teppa-teng mana. O garbons qaranglar, o garbons qaranglar. Mashalloh, mana. Qo'y boqaman deganlarga, toza narsa boqaman deganlarga. Mana 20. 20 plus ham chiqdi. Oq yuz ko'rib turibsizlar. Hali qo'zichoq bu. Obunachilar mana quloqni qaranglar. But-butun elitasidan zo'ridan so'raganlarga mana. Hop, narxiga keladigan bo'lsak, obunachilar narxi ikkalovini 6,5 million so'mdan yetkazib beraman. Toshkentga undan yog'i kelishilgan holda. 6,5 million so'mdan bemalol aloqa chiqarasizlar mana. Tozasini boqaman deganlarga. Oq yuz ikkovi ham jonivor. Sifat o'ta ideal darajada. Yo'qmasam, obunachilar yeb ishlari hamma yo'g'i joy-joyida. O qaranglar, haqiqiy sifat ideal. Ishqibozlari bo'lsa aloqa chiqarasizlar, xudo xolasa ko'z bilan kelib ko'rib olaman deganlar, xudo xolasa yangi partiya ham yetib kelgan. 50 dona tozasidan yetib kelgan. Xudo xolasa mana qo'ylar qaranglar, haqiqiy zo'ridan boqaman deganlar, aloqaga chiqarasizlar. Mana toza narsalar boqaman deganlar. Hop, yo'qmasam bu so'nggi partiyamiz. Videolarni oldindan so'ra sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Hammalarning chorvalariga Alloh baraka bersin. Mana shunaqa sifatli qo'ylar hammaning uyida 100 bosh, 200 boshdan bo'lib ketaversin. Bizni kuzatishda davom etamiz. Biz chiqarishda davom etamiz.